Bu futbolchi Barselonaga o'tish uchun o'zi pul to'lashga ham tayyor. Qanday noto'g'ri eshitmadingiz? Hozirroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, futbol haqida yangiliklardan albatta qolib ketmaysiz. Boshqa jamoalarga qaraganda Barsani bitta qobiliyati borki, ular qanchalik moliyaviy tarzda qiynalishiga qaramasdan ham super yulduzlarni o'z klublariga olib kelisha oladi. Sababini bilasizmi? Chunki futbolchilar bu klubga pul topish uchun emas, balki shu emblemaga o'ynash uchun kelishadi. Hayolimga kelgan so'nggi misollar: Dani Alves, Aubameyang, Joao Felix, Joao Cancelo, Marcus Rashford hammasi juda ham katta oyliklardan voz kechib, kichik maoshga rozi bo'lib bu klubga kelishgan. Aynan shu joyning o'zida bu videoni realchilarga yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Va eng qizig'ini bilasizmi? Hozirda esa Tottenhamning eng yaxshi himoyachisi Cristiano Romero Barselonani pul bilan muammosi borligini bilgani uchun o'zini narxini pasaytirib, oyligini kamaytirishga rozi bo'lib, hatto uni klub registratsiya qilishi uchun pul to'lashga ham rozi bo'lib, ko'rishganingizdek Barselonaga o'tishni istayapti. Mana shu joyga barchachilar bitta like bosib ketsanglar bo'ladi. Faqat bu videoni Real Madrid ko'rmasin, chunki nima bo'lib qolishini o'zingiz bilasiz. Hozirda esa Hansi Flick Barselonaning murabbiyi jamoaning eng muhim o'yinchilaridan biri bilan urushib qoldi. Shu tufayli bu o'yinchi boshqa klubga hatto o'ynamasligi mumkin. Yo'q, bu hech qanaqa xasna emas. Hozirroq Telegram kanalimizga kirsangiz, bu haqida batafsil ma'lumotni yozib ketdik.